emas. Bugun sizlarga insonning bo'luvchilar sonini topishni o'rgataman. Olim o'tgan bir xil usulni o'rgatgan. Ya'ni qanaqa usulni o'rgatgandim? Gorizontal usulni o'rgatgandim. Bugun sizlarga vertikal usulda tub ko'paytiruvchiga ajratib topishni o'rgataman. Birinchi qarang. 15 ta bo'luvchilar sonini topish uchun 1 qilsak, 1 bilan necha bu hamroh bo'ladi? Молодец. 2 ga bo'ladimi? Yo'q. 3, 5. Yana bormi? Yo'q. 5 bo'ladi, 3 bo'lib qoladi. Takrorlanib qoladimi? 15 ta bo'luvchilar soni nechta ekan? 4ta ekan. Endi sizlarga tub ko'paytiruvchilarga ajratib o'rgatdim. Qarang. 15 ta ko'paytiruvchiga ajratamiz. 15 2 ga bo'ladimi? Yo'q. Nechaga bo'lamiz sizlar? 15 ta 3 ga bo'lsa? 5. 5 3 ga bo'ladimi? 4 ga bo'ladimi? 5 ga bo'ladi. 1 har doim qaysi tarafda qolish kerak? Chap tarafda. Endi qaranglar. Mana shu narsalar yozildi-ku. 15 teng desak 3 dan nechta? 3 ning birinchisi. 5 dan nechta? 5 ning birinchisini beradi. Formula bor endi. Mana bular bor-ku. Endi o'singdan bo'ladi, xohlasa. Birinchi 1 qo'shilgan n yoki 1 qo'shilgan m. Nechta davom etsa shuncha qilib ketaverasan. Bizlarga 2 tami? Ketdik. 1 qo'shilgan n nomiga necha qo'yamiz? 3. 1 qo'shilgan n nomiga 1. 1 ga 1 ni qo'ysak 2. 1 ga 1. 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4 ta chiqdimi? Ko'ryapsizlar? Endi bizlarga har doim 15 bermaydi-da. Endi masalan 3 esa